Z-index qanday ishlaydi? Hozirgi ish faoliyatingizdagi asosiy vazifalaringizni aytib bera olasizmi? JavaScriptda use strict degan narsa bor. O'sha nima uchun ishlatiladi? Qancha teoriya kuchli bo'lsa, odam shuncha kam xato qiladi deb o'ylayman. Use mebo va use callbacklar nima? Fibonacci sonlari berilgan limitgacha bo'lgan yig'indisini qaytaradigan funksiya yozish kerak. Do'stlar, agar sizlarga shunaqa video yoqsa, обязательно like bosishni va kommentariy yozishni unutmanglar, chunki qancha ko'p kommentariy bo'lsa, men uni o'qib, keyingi videolarda nima video olish kerakligini aniqlab olaman. Shuning uchun ham bu juda ham muhim. Ikkinchisi, Telegram kanaliga o'tinglar. Telegram kanalda bu intervyuda bo'lgan hamma savollarga javobini yozib PDF formatda joylab qo'yganman. Bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin va kanalga obuna bo'lsanglar, Telegram kanaliga har kuni 2 martadan post qo'yilib boriladi. Post asosan web dasturlash bo'yicha bo'ladi. Men esa videoni davom ettiraman. Sizlarga katta rahmat. Hammaga salom. Bugun biz texnik intervyu qilmoqchimiz. Bugungi mehmon Muhammadjon Solijonov. Intervyumiz 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu tanishuv bo'ladi. Undan keyingisi nazariy. Uchinchisi texnik savol bo'ladi. Xullas, birinchisidan boshlasak, men ismim Jahongir. Chexiya shahrida, Chexiya davlatida, Praga shahrida 3 yildan beri ishlayman. Hozirgi kunda Kubix Studio degan kompaniyada team leader bo'lib ishlayman. Siz o'z haqingizda tanishtirib o'tsangiz, keyin qolgan qismlarga o'tamiz. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Meni ismim aytganingizdek Solijon Xavanjon. Hozirda Global Move kompaniyasida front-end dasturchi bo'lib ishlab kelaman 1 yildan beri. Shu undan oldin kurslarda, onlayn kurslar orqali shu o'zim dasturlashni o'rganganman. Hozirda shu outsource kompaniya har xil davlat proyektlari, CRM tizimlar, shunaqa narsalar qilib beramiz. Hozirgi ish faoliyatingizdagi asosiy vazifalaringizni aytib bera olasizmi? Asosiy faoliyatim shu front-end teamda vazifalarda umumiy qilinishi kerak bo'lgan hamma narsalarni. Qanaqa framework ishlatasizlar? Qanaqa librarylar ishlatasizlar? Xo'p, bizda asosiy shu React, Next, keyin yana qo'shimcha misol formulalar bilan ishlash uchun React Form, fetch qilish uchun misol yana TenStack Query ishlatishimiz mumkin. UI bo'yicha Shatsen, MUI bor, Chakra bor, shular. Keyin yana yaqinda Astro bo'yicha ham o'zim landing page berishgandi. Astroda uni chiqdim, Stravi bilan qo'shib, shunaqa narsalar. Keyin hozir O'zbekistonda ancha populyar bo'lib borayotgan Ibrat farzandlari degan loyiha bor. Bu ham shu bizning kompaniyani qo'lga o'tgan yaqinda. Shular bo'yicha ham qilyapmiz. Dashbord shunaqa narsalar. Qiziq. Loyiha haqida eshitmaganman. Videodan keyin tushuntirib berasiz. Tak. Introductionda eng muhimi hozir men birinchi savol berdim-ku. Birinchi savolga shu frontendga aloqador javob, frontendga aloqador ishlar qilyapman deyishni o'rniga sразу mana shu ikkinchi уже aniqlashtirilgan savol bergan daqiqa javob bersangiz sразу aniq. Уже bitta keyin уже sizga qarab shunga qarab уже savollarni tayyorlab qo'yadi. Xo'p. Уже ikkinchi qismiga o'tamiz. Ikkinchi qism nazariy HTML dan boshlaymiz. HTML5 undan oldingi HTML4 yana ham oldingilardan nima farqi bor HTML5 da? Xo'p, HTML5 da tepadan o'sha keladigan bo'lsak, doc type o'sha yozilishida farqi bor. Yana undan oldingilardan farqi HTMLda oldingilarda misol audio, video shunaqa teglari manimcha bo'lmagandi. Yangisida qo'shilgan, semantik teglar qo'shilgan HTML5 da. Shu bilganlarimcha. Tushunarli. To'g'ri. Keyin yana format inputlar turlari qo'shilgan. Email, date va number degan format turlari qo'shilgan. Inputga qo'shilgandi. Shular qo'shilgan. Xo'p, ikkinchi savol bu CSS dan Flexbox va Gridda nima farqi bor? Qaysi hollarda Flexbox, qaysi hollarda Grid ishlatish kerak? Hop, Flexbox one dimensional layoutlar yaratish uchun ishlatiladi. Ya'ni faqat column yoki row lardan bo'lgan narsalar ishlatish uchun yaxshi. Bu misol uchun tablelar ishlatadigan bo'lsak,
bu Flexbox ishlatish yaxshi hisoblanadi. Grid bo'lsa two dimensional, ya'ni columnga ham, rowga ham qo'yib turib, komponentlar UI'larimizni, o'sha sectionlarimizni qo'shsak bo'ladi. Xo'p, CSS'da yana bitta savol. Z-index qanday ishlaydi? Hop, Z-index bizni elementlarimiz qaysi biri yuqoriroqda ko'rinishini bizga o'sha sonlar orqali nima bo'ladi? Qancha pastroqda bo'lsa, number o'sha shuncha layoutni pastroqda ko'rinadi. Z-index qancha yuqoriroqda bo'lsa, o'sha elementning ustida ko'rinadi. Da, to'g'ri. Shu Z-index bo'yicha biz endi ishni boshlaganimizda O'zbekistonda juda qiziq voqea bo'lgan. Xullas, Z-index shunchalik ko'payib ketgan, ajrata olmay qolganmiz. Qaysi biri nechi degan savol kelgan. Shuning uchun boshlanuvchilar bo'lsanglar, o'sha boshida qilgan xatoyni qilmanglar, konstantaga saqlab boringlar har bitta. Misol uchun hammasidan tepasida bo'lsa, above all deysizlarmi? Bu o'zingizlarga bog'liq. Xo'p, endi JavaScriptdan savollar. None nima bu? None bor. Not a number degan. O'sha narsa nima va u qanday tekshiriladi? Xo'p, none bu ya'ni o'sha o'z nomi bilan bu number hisoblanmaydi. Misol, number bilan qanaqadir amal qilinadigan holatlari bo'ladigan bo'lsa, agar u joyga string yoki boshqa narsa borib qoladigan bo'lsa, shu bu number emas, not a number degan narsa chiqaradi. Xo'p, buni type of bilan none ga tekshirsa bo'ladi yoki is none degan nima ham bor. JS o'zida. Da, is none o'sha not a number ligini tekshirib beradi. Is none. Xo'p, JavaScriptda use strict degan narsa bor. O'sha nima uchun ishlatiladi? Xo'p, JavaScriptdagi use strict bu umumiy konsepsiyasi oldingi qilingan xatolarni ya'ni o'sha to'g'rilab strict modda bizga ishlatib beradi. Ya'niki xatolar ham emas. Misol ES6 dan oldingi qanaqadir biz misol var bilan bog'liq muammolarimiz yoki bir boshqa muammolarni to'g'rilash uchun shu use strict orqali ishlatiladi. Misol listni o'zini qanaqa behaviorda tutishi, shunaqa narsalarni to'g'rilash uchun keyinchalik use strict qo'shilgan. O'zi umuman nimaga qo'shilgan? Misol JS shunaqa til bo'lishi kerakki, shu oldin yozilgan kodlarini ham support qila olishi kerak. O'shanga ularni ham support qila olishi uchun, ya'ni eski kod bezi eskilikcha ham ishlashi kerak. Shuning uchun ham use strict ham qo'shilgan. To'g'ri. Siz self-study qildingiz-a? Bu chiqariq kursda o'qimagansiz. Yo'q. Yaxshi, zo'r o'qigan ekansiz. Xo'p, closures bilasizmi nimaligini? O'shani tushuntirib bering, qanaqa ishlashini? Closure bu funksiyani ichidagi funksiyalariga misol bitta funksiya deb oladigan bo'lsak, uni inner ichidagi funksiyasi tepa parentdagi funksiyalarda bo'ladigan variablelarga aksesli bo'la olishi. Bu holatda misol tepadagi parent funksiya ham agar ishlab turib tugagan bo'lsa ham child'da o'sha variablelarga aksesli bo'la olishi bo'ladi. Bunda shu albatta o'sha ichidagi inner funksiyamiz return bo'lishi kerak. Bo'lmasam closure ishlamaydi. Aha. Shuni misol qilib ko'rsatib bera olasizmi VS Code'da? Чтобы aniq tushunarliroq bo'lishi. Lekin javob to'g'ri. Screen what beradi. Aha. Hop, misol uchun bizda function bor. Keyin ichida let misol a1 bo'ladigan bo'lsa, tak. Keyin uning ichidan misol return qilib turib, yana function qaytaradigan bo'lsak, uning ichida shu a1 ga, ya'ni aksesimiz bo'lishi, shu narsa closure hisoblanadi. Ya'ni closure umuman ko'p joylarda ishlatiladi. Ya'ni frameworklarda base'ida asosiy holatlarda ham shu narsa ishlatiladi. Misol uchun state management, Redux emas, yaqinda chiqqani bor edi, ana ayiqda nimasi bor. Xullas shu ham o'qiganimda shu
tagida closure ni ishlatadi. Chunki uni umumiy providerga o'rash shart emas, shu closure orqali shu hookni chaqirib turib ishlatsa bo'lardi. Tushunarli. Endi event looplar haqida gaplashsak. Call da. Event loop haqida gaplashsak, call stack bilan event loop misol tariqasida qanaqa ishlashini bir tushuntirib bera olasizmi? Xo'p, event loop o'zi JavaScriptda umumiy tasklarini, ya'ni qanaqa ishlashini, bizga asinxron ishlashini ta'minlab beradigan behavior hisoblanadi. Ya'ni eventlarimiz bo'ladi, uni doimiy ravishda aylanib yuradi. Uning ichida makrotask va mikrotasklarimiz bor. Ular qaysi paytda ishlashini shu event loop bizga ko'rsatib beradi. Xo'p, mikrotasklarga bizga promise'lar kiradi. Xo'p, makrotasklarimizga bo'lsa set timeout, keyin shu browser o'zi beradigan eventlar, misol uchun shu narsalar makrotaskga kiradi. Xo'p, event loop o'zi ishlaganda qanaqa ishlaydi? Birinchi bo'lib bir aylangan paytda, misol konsollar bo'ladigan bo'lsa, ularni misol job queue'ga qo'ymaydi, sразу ularni ishlatib yuboradi. Mikrotask bilan makrotaskni job queue'ga qo'ygan holatda bir marta aylanib kelib, mikrotasklarni hammasini ishlatib olib, makrotaskdan ishlatadi. Makrotaskni doim shu bittasini ishlatadi, keyin next bo'lib yana aylanib keladi. To'g'ri. Reactga o'tamiz. Reactda virtual DOM ishlatadi, to'g'rimi React? O'sha nimaga kerak va real DOMdan nima farqi bor? Xo'p, bu Reactda React reconciliation mavzusiga to'g'ri keladi. Reactda virtual DOM qilinishiga sabab bizni oddiy brauzerimizdagi DOMdan ko'ra ancha yengilroq hisoblanadi. Va React o'zi hammamiz bilamiz, qaysi joyi o'zgaradigan bo'lsa, faqat o'sha joyini borib update qilib qo'yadi, o'zgartirib qo'yadi. Shu orqali ham virtual DOMimiz bizga kerak bo'ladi. Bu virtual DOM JavaScript obyektlari hisoblanadi. Shu obyektlardan tashkil topgan bo'ladi virtual DOM. To'g'ri. Shuning uchun ham key kerak, to'g'rimi? Reactga. Key mavzusi o'sha misol uchun map ishlatadigan bo'lsak, ichida bir qancha bu elementlar qayta takrorlanadi. Ichidagi kontenti, lekin umumiy holati bir xil bo'ladi. Uni nima orqali ajratib oladi? Shu key berishimiz orqali ajratib oladi va bunda bad experiencelardan misol mapni indeksini qo'yishimiz biz uchun xato hisoblanadi. Chunki o'rtada agar birorta element delete bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, yana boshqatdan o'sha narsani tizib event bo'yicha qo'yib chiqishga to'g'ri keladi. Shuning uchun u narsa qilish tavsiya berilmaydi. To'ppa-to'g'ri. Shu narsani endi aytib o'tmoqchi edim. Shu boshlaganimda 2 kun umrim ketganda shu narsani xato topgan. Shu teoriyani bilsa odam foydasi, ko'pchilik teoriyani bilmasa ham bo'laveradi deydi, lekin meni fikrim unaqa emas. Qancha teoriya kuchli bo'lsa, odam shuncha kam xato qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham teoriyani ham o'rganib bo'ladi. Da, xato topish oson bo'ladi. Xo'p, use memo va use callbacklar nima? Nima farqi bor? Qanday ishlaydi? Xo'p, use memo va use callback bizni memoizatsiya qilish uchun foydalanadi Reactda. Xo'p, use memoda biz asosan katta kalkulyatsiyali, misol qanaqadir funksiyamiz bor, undan chiqqan javobni uni saqlab qo'yishimiz mumkin. Use callbackda bo'lsa funksiyonlarda memoizatsiya qilish uchun. Bular o'zi nima uchun kerak bo'ladi? Bizda Reactda state o'zgarganda boshqatdan re-render bo'ladi. Bu misol uchun parentda qanaqadir state o'zgaradigan bo'lsa, uni childlarga ham bu narsa ta'sir ko'rsatadi va child ichidagi qanaqadir katta hajmdagi kalkulyatsiyamiz bo'lgan narsani biz re-render bo'lishini xohlamaslik, shu memoizatsiya orqali biz uni qilib qo'yishlik bo'ladi. Buni ham o'zini case'larga qarash kerak. Qanchadir qiymat bergandan keyin qanchadir nima ham qiladi, memoryni to'ldirib qo'yishi mumkin. Shunga kesga qarab turib foydalangan yaxshi. To'g'ri. Endi nazariylar zo'r o'tdingiz. Endi amaliga o'tsak, sizga intervyu boshida ikkita misol jo'natgandim.
O'shalarni birma-bir hozir boshlaymiz. Xo'p, bunda qanaqadir keyslarimiz ham bormi yoki uni tashlab nima qilmaysiz? Hozircha case hech qanaqasi yo'q. Просто savol. Xo'p, berilgan massiv ichida string number va boshqa qiymatlarni alohida massivlarga ajratib qaytaradigan funksiya yozing. Function mana shu narsani o'chirib qo'yishim kerak. O'chirsam o'chmadi. Restart qiling. Restart extension borsiz. Manimcha o'chdi. Ha. Tak, bu yerda. Hop. Xo'p, misol uchun bizga string number va boshqa shunday array kirib keladi bizga. Ha, array kiradi. Array ichida har xil values, har xil element li array bo'ladi. Misol uchun bittasi string bo'lishi mumkin, ikkinchisi object bo'lishi mumkin, uchinchisi number. Shularni ajratadigan funksiya bo'lishi kerak. Shunda ajralib turib, ichida bitta array ichida, misol stringli array, numberli array shunaqa narsalar qilib ketish kerak shunaqa. Xohlasangiz, просто konsolda birinchisida string chiqsin, ikkinchisida number chiqsin, uchinchi liniyada nima? Others, boshqalar. Как array format. Yokida object qilsangiz ham bo'ladi. Object ichida o'sha uch xil tip bo'ladi. String, array of strings bo'ladi va array of numbers and others bo'ladi. Hop. Biz birinchi bo'lib iteratsiya qilib olishimiz kerak. Misol uchun for orqali qilamiz. Katta bo'lsa arrayda lengthidan plus. Hop. Biz arrayda har bitta o'sha elementini tekshirib olsak bo'ladi. If bilan type of'ini tekshirib olsak bo'ladi. Hop. Arrayda ayinchisi teng bo'lsa, misol uchun stringga biz sorted objectni hop bunga ichiga nima qilib string yoki boshqa deb yozib olsam bo'ladi yoki bu yoqda bo'ladi. strings qilib string qilib bu yerda array ko'rinishida ketish kerakmi yoki array bo'sh array qilib qo'yaylik. Hop. Strings deb qilamiz. Arrayda ayinchni else if type of arrayda ayinch else bo'ladigan bo'lsa hozirga push qilamiz arrayda ayinchni.
Просто konsolga chiqarib qo'ysam bo'ladi yoki return qilib. Xohlasiz return qilib, keyin отдельный function console chaqirsangiz ham bo'ladi. Hop. Olsun. Bu. Bir. False. Manimcha yetishi kerak. Aha. Qatiya ko'ryapti o'zi. Da, ko'ryapti. Mhm. Da, to'g'ri. Endi shuni sal qiyinlashtiramiz. Qiyin emas, просто boshqa yo'l bilan qilib ko'ring. For the o'rniga for each ishlatib ko'ring. Mhm. Comment qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Keyin case ishlatgan kerak bo'ladi. Hop. Array for each. Hop. Id bo'ladigan bo'lsak. No, уже buyog'i shuni ketadi. Aha. Hop. Bu yoqda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsalar faqat ularni id o'zini qilsak. Bo'ldi, xudo xohlasa ishlaydi. Sizga qaysi variant ko'proq yoqdi? Ikkalasi ham bir xil prinsipi. Ikkalasi ham bir xil. Bir xillik. Lekin for each da bu baribir for each tagida for yotadi baribir. To'g'ri. Просто for each and for hamma programmist biladi. For each qilsangiz shu joyda ko'pchilik juniorlar даже for each qanaqa ishlashni ham bilmaydi. Lekin savol oddiy bo'lgani uchun javob ham oddiy. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingisi bu Fibonacci sonlari berilgan limitgacha bo'lgan yig'indisini qaytaradigan funksiya yozish kerak. Function Fibonacci o'zini qazlamadi. Ikkita ch bo'lish kerak menimcha. Или ikkita cc bo'lar ekan. cc. Aha. Shunaqa. Aha. Hop. Nimaga bu? Mana bu yoqda olib ketgan ekan. Keling bir Fibonacci nimaligini bir tushuntirib olaylik hammaga. Hop. Sonlarning berilgan limitiga bo'lgan yig'indisini qaytaradigan funksiyani yozing. O'zi Fibonacci qanchadir parallelda qaytaradigan narsamidi? Misol 2 yoki o'zining yig'indisiga qo'shilib ketadigan narsamidi? Mana to'g'risi unaqa Fibonacci'ni uncha bilib olmayman. Fibonacci'ni bilmasangiz Google yozib ko'ring. Chunki Google ishlashga ruxsat beriladi ko'p joyda. Hozir Fibonacci bilmasdan turib kod yoza olmaysiz baribir. Shuning uchun ham algoritm o'z nimaligini bir ko'rib oling. Series of numbers each. Tushundingizmi? Fibonacci bu ketma-ketlik, qaysiki undan oldingi ikkitasini yig'indisi bo'ladi, uchinchisi. To'rtinchisi undan oldingi ikkitasiniki bo'ladi yig'indisi. Ya'ni
bitta son beriladi, o'shangacha bo'lgan sonlarni yig'indisini ko'rsatish kerak bo'ladi, shunaqa. Fibonacci'larda yig'indisini ko'rsatish kerak. Uzr. Misol uchun 10 gacha deyildi. 10 gacha bo'lgan Fibonacci'larda yig'indisini ko'rsatish kerak. Misol uchun 0 1 bo'ladi har doim birinchi ikkita elementni. Qolgani o'sha 0 ga 1 ni qo'shsangiz 1 bo'ladi. Keyin 1 ga yozing-da, komment ichida yozing. Ketma-ketlaydi. Xo'p, birinchisi 0, ikkinchisi 1, uchinchisi shuni yig'indisi. Yig'indisi 1 bo'ladi. Xo'p, Keyin 2 bo'ladi. Uni yig'indisi 3, 5. bunaqa bo'ladi. O'tsa 5. Misol uchun n dan 1 gacha shuni yig'indisini topish kerak. Hop, bizda n keladi. Hop. Birinchi bo'lib, o'sha bo'ladigan bo'lsa, misol birinchi va ikkinchisini bitta o'zgaruvchiga tenglab olishimiz kerak. Hop. Previous misol yoki previous qo'ysak, bu 0 bo'ladigan bo'lsa, current'i 1 bo'ladi. Hop. Keyin hop for each'da let I thing tarix 2 dan boshlanadigan bo'lsa 2 ni qo'yib olamiz. Keyin I katta bo'lsa n dan ungacha iteratsiya qilishimiz kerak. Hop, umumiy bizda total degan o'zgaruvchi ham bo'lishi kerak. Total teng 0. Hop. Endi Muhammadjon ishlaguncha sizlar ham kommentariyada ishlab yozib turinglar. Keyin tekshiramiz hammasini. Kimki to'g'ri bo'lsa, keyin o'sha odamni intervyu chaqiramiz. Xo'p, bu yoqda totalga plus teng qilib olib Xo'p, oldin birinchi bo'lib qo'shib chiqishimiz kerak-da, shunaqami? Okay. Previous plus current. Keyin oldingi previous'imizga current'ni tenglab qo'yishimiz uchun bu yoqda previous teng current bo'ladi. Keyin current'ni hop next'da ayinchi bo'ladi. Shunda ko'rish o'zini chiqadi. On berib ko'ring. Hatto 5 ham bor. 15 chiqdi. Lekin 20 chiqishi kerak. Do'stlar, men tomonidan shu joyda xato ketadi. Chunki men hozir 20 chiqish kerak dedim, lekin videoning oxirida 88 chiqadi. Lekin 20 javob o'zi aslida to'g'ri, chunki savol bo'yicha biz 10 gacha bo'lgan Fibonacci'larni topishimiz kerak edi. Hozir bo'lsa, videoning oxirida biz 10 dona Fibonacci'ni hisoblaymiz. Farqi shunda. 10 gachasida Fibonacci oxirgisi 8 bilan tugaydi. 10 donasida Fibonacci oxirgisi 34 bilan tugaydi.
Shuni hammasini qo'shsa bizda 88 chiqadi oxirgisida. Shu sababli video cho'zilib ketgan va juda ham ko'p chalg'ishlar bo'lgan. Shuning uchun sizlardan vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Umid qilamanki, Fibonacci'da hech qachon bunaqa xato qilmaysizlar. 20 chiqish kerak. Kamroq qilib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. 5 qilib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi o'zi uchun. Bizda 5 chiqyapti. Hop. So'radi mana shu yerda xato ketgan. Tak. Tak. O'ziga 7 chiqish kerakmi yoki? Tak. 5 ga qani hisoblab ko'ramiz. 1 2 4 7. Da. 7. Qani o'qib ko'ring. Tak. Abonent chiqdi. Xo'p, bizda previous keladi, currentga tenglanadi. Currentimiz I ga 2 keladi. Buni qo'shib turib bunga tenglanyapti. Keyingi safar. Hop, keyingi safar iteratorda previous'imiz 1 bo'ladi. Bo'ladi. Tak. Currentimiz I ga teng bo'lsa 3 bo'ladi. Uni qo'shib turib tak. Bu yerda totalga olib qilib qo'shmayapmiz shekilli, shundan. Bo'ladi. Ne 80. Hozir current I ga tenglayapsiz, to'g'rimi? Yoki u nega I ga? I'miz doim nima bo'ladi bo'lyapti. Hozir misol ko'payib boradi. Misol 2 bo'lgandan keyin keyingisida 3 shunaqa bo'lib ketadi. Edi. Hozir tak. Mana previous 0, current is 1, to'g'rimi? Keyingi qo'shganingiz o'sha hozir sizda current 1 ga teng bo'lishi kerak, lekin mana ikkinchi iterationda current is 1 ga teng bo'lishi kerak. Currentim yo 2 ga. Nega? Ikkinchi bu bo'yicha pastdagi shu bo'yicha 1 ga teng bo'lishi kerak. Sizda bo'lsa 2 ga teng bo'lib qoladi. Keyin previewni qo'shsangiz bizga nechini beradi shu? Previewni qo'shganda bu agar 1 bo'ladigan bo'lsa, longisi 1 bo'lib turib 2 ni berish kerak. Yo'q, bilmasda u hozir bizda 2. Tak, yana bitta next bo'lish kerakmi shunda yoki? Tak, previous'imiz tiklandi. minus shunda minus 1 qiladigan bo'lsak, bitta oldingisi kak bo'ladi-da yoki bunda 20 chiqish kerak-a?
ozroq hint bera olasizmi hozir? Qayerda? Tak. Keling bitta yurib chiqamiz. Xo'p, 2 dan boshlanadi, to'g'rimi? Значит, bizda 0 1 уже bor. Pastdagi topdagi. 0 1 bor. Keyingisi bizda 1 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xo'p, 1 nima degani? 1 degani previous deganida. Xo'p, 1 0 bilan 1 yig'indisi degani, to'g'rimi? Aslida current bo'lsa I ga teng bo'lib qolgan. U yig'indisiga emasda, I da o'ziga teng bo'lib qolgan. Bu yoqda totalga qilsak. Tak, 21 chiqdi. 0 1 Buni o'zi kichkinaroq bilan test ko'raylik yoki 22 tani. İşaret işledi. 2. Ko'ring nega 2 chiqdi. Kodingizni bitta yurib chiqing. Xo'p. 01 previous'da birga tengladim. Keyin current'da totalga 0 ga teng bo'ldi current. To'g'ri? 0 ga qoldi, ha. Bizga Bu yoqda bir qo'yganimizning foydasi bo'lmadi-da. Birinchi bo'lib, buni bo'lmasa tepaga chiqarib olishimiz kerak ekan. Qo'shilgandan keyin bo'lsa keyin tak 3. Xo'p, endi yana tekshiramiz. Xo'p, bu yoqda to'pimiz previous bilan buni qo'shilgani 1 bo'ladi. Keyingi iteratsiyada bo'ladigan bo'lsa, previous'imiz current'ga, ya'ni 1 ga teng bo'ladi. Keyin current'imiz totalga. U ham 1 bo'lib turib qo'shiladi. 2. Endi mana shu joyda plus ko'ring, total plus. Yo'q, tepada. Total update bo'lib pastda. Yetti chiqdi. Endi o'qib ko'ring. Besh yuz yetmish chiqdi. Total. Bizda hozir currentimiz уже totalga teng bo'lmasligi kerak. Current уже prev bilan currentga qo'shilgan teng bo'lishi kerak. Prev bilan current qo'shilganiga no, emas. Tak. Bu yoqda agar yurib chiqadigan bo'lsak, agar totalda boshida previous bilan current 0 1 qo'shilganda 1 bo'ladi. Previousda 1 ga tenglaymiz. Buni currentimizni ikkalasini qo'shilganiga tenglaydigan bo'lsak, 1 bu yoqda bo'ladi. Keyingi iteratsiyada hop previousimiz 1, bu ham 1 qo'shilib turib oldingisiga qo'shiladi, 3 bo'lishi kerak. To'g'ri? Keyin previousimiz endi currentga tenglanyapti. Currentimiz hozir bu yerda 1 ga teng bo'lyapti. Qayerda xato ketdi?
Plyusimiz hozir ortiqcha bo'ldimi shunda? Yoki Nega plyus ortishdi? pastda bu nima qilib qo'llamadik hozir? Yo'q, ortiqcha emas. Registrasyada previous current to'g'risi hozir hayolimga kelmayapti. Hayajon bo'ldi. Xo'p, qani nima qilib ko'raylik? Konsullar bilan ishlatib tekshirib ko'raylik. Har bitta stepni. Tak. Hop, total birga teng. Current Previous total 4 ga teng. previous 2 ga teng. Hop. Birinchi iteratsiyada hop birga teng bo'lib olib, keyin previous'imizga current'imiz uning yig'indisiga totalimiz bo'lsa, keyin yana iteratsiyada kelyapti. Hozir shu joyda o'sha xatoni aytay. Shu boshda totalda shu currentga qo'shish, har doim current update bo'lib ketishi kerak. Totalga current qo'shilib ketishi kerak. Shunda hamma Fibonacci'larda yig'indisi bo'ladi. Totalga current qo'shilib ketishi kerak. Ha. Ikkalasini yig'indisi emas. Ha, ikkalasi yig'indisi bo'lsa, u Fibonacci number emasda, u oldingilarni ham qo'shib olyapmiz. Endi ishlash kerak. 256. Tak. Current mana totalga 3 keldi. Previous 4. Iteratsiyamiz tak. Currentga 4 keldi. Previousga 4. Current 4 bo'lmaydi-da. Nega 4 bo'ladi? O'sha 0 dan boshlash, ayda 2 dan boshlaymiz. tak hozir 0 dan boshlasam, undan kattaroq son chiqadi. Tak. Totalimiz 3. Previous'imiz bu yoqda 3 bo'lishi kerak. Yo'q. Tak 0 1 qo'shilsa 1. Bunga buni qo'shish kerak bo'ladi. Bu yoqda 3. Hozir total 1. Keyingi total necha bo'lishi kerak? 3 bo'lishi kerak, 3. To'g'ri. Keyingi totalimiz 5 bo'lishi kerak. Sizda current 4 ga teng bo'lyapti. Nega shu 4? Bu yoqda previous bilan current qo'shayotganimizda nima? Bu yoqda ayda previousga yo'q. Ayda qo'shib ketsa kerak menimcha. Yoki Previous current ga teng bo'ladi. Current bo'lsa, ularning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Next ga. Ya'ni current plus hop 1. Currentimiz 1, totalimiz 2. Previous currentimiz shu joyda hozir 3 bo'lishi kerak-da. Yoki currentimiz da 3 bo'lishi kerak. previousimiz 1. Bu yoqda shunda menimcha 0 dan boshlamaslik kerak.
Yo, noldan Chunki boshlanish kerak, aniq bu. 0 bilan 1 ni hisoblab bo'ldik-ku. Yo'q-da. Ya'ni shu yerda 0 bilan 1 bor-ku. Nimasi? Yo'q, siz 0 bilan hisoblanish uchun 0-etapdan boshlanish kerak-da. Hisoblanmayapti, u просто bor ular bizda. Biz ikkinchisini qilishda o'sha 1 bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasam 1 dan boshlash kerak-da, ay kichik yoki teng n dan bo'lishi kerak. Shunda shuncha marta yugurib chiqadi. Hozir bizda nimaga bu ishlamayapti? Hop, bu 1 previewsimiz 1 ga tenglandi, currentimiz 3 ga. Total 3 bo'ldi. Tepadagini current o'rniga yo total plus current o'rniga preview yozing. Hop. Endi bu 0 dan boshlanadi. 1 dan. 0. Chunki 0 ham o'zi hisoblanadi-da. Balancha. Keyingisi Totalimiz hozir 0 bo'lib qoldi. Ya'ni bu. Previewsimiz meni kodimga qaradim, cho'ta chiqmayotganiga kodimga qarasam, bitta variable qilganman ekan, lekin u variable ay o'zgartirib qo'ymaysizmi? ayda. Da. Tak, endi qarang. 510 bitta. Meni kodim bo'yicha menda bitta variable bor, o'sha total plus for ichida let ochilgan. Shuni pastida let ochilgan. Total bilan nima pastda. Next degan. Let next. Bu уже next element. Bu точно prev bilan current yig'indisi. Tak. Next'da shunda current ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Next current teng bo'ladi. Prev teng current. Current teng next. Shunaqa qilganimda ishlagandim men. Sizda ishlayapti. 88 chiqdi endi. 88 chiqadi, to'g'ri. Boshda 20 deb xato qilma. 20 deganingizga. Tak, qani 5 tasini tekshirib ko'raylik. 5 7. Xo'p, mana bu next nimaga next qilganimiz ishladi, qolganda ishlamagan sababi currentni sразу o'zgartirgan uchun calculation xato ketgan. Currentni o'zgartirdikda keyin yana currentni yana tenglayapmiz. Xo'p, kichkina bo'lsa ham ancha vaqt oldi. Lekin qoyil taslim bo'lmaslik kerak, shunaqa oxirigacha borish kerak. O'zim ham shu joyini skip qildim. Keyin so'ra yaxshiroq tayyorlanish kerak. Xo'p, O'zimizga aytimlarni yaxshiroq ishlashim kerak o'zi. Xo'p, review qiladigan bo'lsak, общий javob berishlar zo'r. Birinchi example zo'r ishladingiz. Ikkinchisida o'sha miss qildik ikkalamiz ham. Buni men ham miss qildim, tan olaman. Lekin men foydali bo'ldi degan umiddaman. Kimdir oxirigacha ko'rsa shu videoda hech qachon Fibonacci'da xato qilmaydi. Xudo xolisa. Hali birga tenglab ketinglar. Da, обязательно. Ishlaringizga omad. Sizga juda ham katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Sizlarga ham videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Подписываться qilinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Hammasini o'qib chiqaman, xudo xolisa. Rahmat sizga. Rahmat.